Assalomu alaykum azizlar. Nasib bo'lsa Qashqadaryo Kasbi tumanida nasib bo'lsa usta akalarimiz shu ishlarni tugatishgan ekanmiz. Narx-navolar haqida bir qator so'rab o'tamiz usta akamizdan. Assalomu alaykum avvalambor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, tinchroq. Biz o'sha kuni video qilib ketgandik. Obunachilarimiz ko'p so'rashi narx-navolar haqida, o'sha batafsil razmerlar haqida aytib o'tsangiz. Narx-navolari Tohir aka 10 sm 15 mingdan bo'lyapti. Masalan, biriga biri 150 ming so'm. Tushunarli. 10 sm 15 bo'lgandan keyin balandlikka qarab 15 mingdan o'sib ketaveradi. Keyin o'sha 10 sm 15 ming biriga bir 150 mingning ichida apolovkalarimiz polni komplik, zamonaviy mikserimiz, texnikalar hammasi, nivellar hammasi ichiga. Uyda egasi faqat joyni ko'rsatadi, chertyojni beradi. Diagonal hammasi o'zimizda. Keyin yana beton mahsulotlariga kerak bo'layotgan qum, shag'al, sement. Sement ham zavod bilan shartnomamiz bor. Qo'lda 44 ming, 45 ming sotiladigan Jizzax Huaxinda 39 ming, 40 ming bilan ketirtirib beramiz uy egasiga. Prama ketirib to'ka. Puli yengil bo'ladi. Ha, puli yengil bo'ladi. Chunki zavod bilan shartnomamiz bor. Chunki biz bir oyga 100 tonna, 200 tonnalab ishlataveramiz. Shuni evaziga bizga zavodni o'zi narxida chiqarib beradi dilerlar. Armatura ham koson metal sifatga borsa, bizni nimamizda aytsa, Stroyus nomidan desa, o'sha yerga ham arzonlashtirib beradi. Tushunarli. Hozir razmer nechida uchastkami? Razmer bu quygan betonimiz rayon sentridagi 13 ga 14, balandligi 1.20. 13 ga 14, 1.20 balandligida. Hozir qancha sement ishlatildi? Bunga 14,5 tonna sement ketdi. 14,5 ishlatildi. 15 tonna prame mashin bilan kelib avdargan 39 mingdan qopini. O'sha Jizzax Huaxin 450 marka. O'shandan 500 kg ortdi-da. 14,5 tonna ishlatilgan ekan. O'sha qum shag'illariga ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Armatura hamma narsasi. Ha, hammasi. O'zimiz bilan bitadi, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Ko'p yillik tajribaga ega ustalarimiz. Hozir masalan 12 ta viloyatdan ko'radi obunachilarimiz. Qayergacha borib quyib bera olasizlar zakaz chiqsaga? Biz asnovda mana shu kasbi Qarshigacha boramiz. Ha, Qarshi shaharga. Aha. Kasbi necha bo'lsa? Ha, qulay bo'ladi. Kasbi Qarshi Kosonda asnovda. Shu o'rta. Kasbi Koson bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, nasib bo'lsa chiroyli qilib quyib berishadi. Faqat shu beton quyish xizmatimi yoki steyajga ham shunaqa ishlar ham bo'ladi? Beton steyajga bizning ishimiz faqat. Ha, steyajga. Beton steyajga. Keyin yana bitta mikserimiz bor, 1 kubalik u. Kira olmayotgan joylar bo'ladi-ku, kichkina, bir xil joylarga kira olmaydi. Bu 2 kubalik? Bu 2 kubalik, yana 1 kubalik bor, yana bitta gruppamiz bor. O o'zimizdan, Shakarjoyda, bu rayon sentrida. Bu gruppadan bizda ikkita mikser, ikkita gruppaga, ikkita apolovka, hamma instrumentlar o'zimizda. Hamma narsa bor, hech qanday muammo bo'lmaydi. Nasib bo'lsa bu jarayonlarni ham ko'rsatib boramiz. Instagramlarni ham qo'yib qo'yaman, atmetga qilib o'tib qo'ysangizlar, har kunlik o'sha jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz. Demak, narxlari o'sha 10 sm 15 ming dedingiz, ha? O'shanaqa. Apolovkalar ham hammasi kiradi, ha? O'zimizdan apolovkalar ham zajimli. Ha, apolovkalar ham zajimli ekan. Keyin proyekt bo'lsa, o'zlaringiz ham chizib qo'yib ketasizlarmi yoki bo'lmasa o'sha uy egasi bersa qo'yiladimi? Yo'q, o'zimizda ham proyektlar bor. Ha, uy egasi yo'q, proyektimiz yo'q, proyekt chizib beringlar desa, proyekt chizib ham beramiz. Variant ko'rsatamiz. Ha, variantlarimiz bor. Yo'q, proyektimiz bor, chizilgan bo'lsa, o'z proyektni bersa, chertyojni bersa, shunga qarab o'zimiz chizib diagonalini olib, mana shu holatga keltirib beramiz. Tushunarli. Hozir bu yerga 7 ta xona bo'lgan ekan. Razmerlarni bitta aytsa bo'ladimi, ustobo? Aytsangiz. Razmerlar 4,5 dedingiz, mana buni adashib. 7,5 ga 4, ha? 7,5 ga 4 xonamiz bor. 5 ga 4. Ha, 5 ga 4 lik 2 ta xona ekan. Keyin ha, bu kichkinalar 4 ga 4 ekan. 6 ga 4 zal ekan. Bu zal bu. Keyin shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Qarshi Kasbi Koson bo'yicha biladigan bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi o'sha vaqtga qarab nasib bo'lsa zakaz olib qilib berishamiz. Betonlarni, narx-navolarni aytdik. Azizlar, telefon raqam qo'yamiz. Telegram ulangan. Usta akamizga murojaat qilaverasizlar, nasib bo'lsa Stroy jamoasiga. Steyajga, demak, beton quyish xizmati
Usta akamizga bor mana. 2 kubalik 1 kub. Bu 2 kubalik ekan, 1 kubalik kichkinasi ham bor ekan. Bu kirolmaydigan joylarga u kirib o'sha quyib ketaverar ekan. O'zlari chertoj asosida ham quyishadi yoki bo'lmasa chizib o'zlari proyektlarni ko'rsatishadi, joyni ko'rsatasiz. Hamma narsani olib qilib berishadi. Sementlarni ham arzon qilib gaplashib beraman deyishdi. Uy egasiga masalan filus bo'ladi. Nasib bo'lsa murojaat qilib berasizlar. Mana bu hol qismi. Kichkina xonacha, juda ham chiroyli proyekt qo'yibdi haqiqatda. Sakanamiz kunlar dars ko'rmasin, stechka, keyin beton ishlari mavjud. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yozib berasizlar. Qarshi kasb Koson. Kasbini sentrda bo'ldi. Nasib bo'lsa, qolgan jarayonlarni ham, boshqa zakazlarni ham sekin-sekin ko'rsatib, yoritib boraveramiz sizlar uchun hammasini. 2 etajga moslashgan 1.20 balandlik qo'yilgan mana beton. 14 tonna 5 ishlatildi. Ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha aytdik, qolib ketgan bo'lsa, fikrlarni kommentariyada yozsangizlar bo'ladi. Bemalol savollarga javob beramiz. Omad barchaga sog' bo'linglar.